Bugun men uchun futbol tarixidagi eng kuchli darvozabon, futbol afsonasi, Italiya afsonasi Gianluigi Buffon 48 yoshga to'ldi. Dahshat, vaqtni o'tishini qarang. U kechagina Juventusda, goh Paris Saint-Germainda Chempionlar Ligasini yutish xohishi ila fantastik seyflar qilib yurgandi. Bugun esa u 48 yoshda. Shunday ekan, men sizlarga hozir o'zimning qahramonim haqida biroz hikoya qilib bermoqchiman. Undan oldin kanalimga obuna bo'ling. Bu futbolga oid eng yaxshi sahifa. Unda boshladik do'stlar. Buffon haqida gapirganda statistikadan boshlash shart emas, chunki ba'zi futbolchilar raqamlar bilan emas, holatlar bilan eslanadi. Buffon ana shunday shaxs edi. Yutgan paytlari ko'p bo'ldi, yuta olmagan paytlari ham yetarlicha. Lekin qiziq tomoni shundaki, aynan yutilmagan finallar Buffonni buyuk qildi. Uni yanada insoniy qildi. Chunki futbol faqat sovrinlardan, g'alabadan iborat emas. Yutqazishni bilish aslida bu san'at. Aslini olganda uning yutuqlarini sanasam kechirasiz-u, buni hisoblashga barmoqlaringiz yetmaydi. Ammo qahramonimiz qandaydir sovrinlar bilan izohlanadigan shaxslar turkumiga kirmaydi. Futbolda bitta g'alati qonun bor. Eng ko'zga tashlanmaydigan odam eng katta javobgarlikni ko'taradi. Darvozabon xuddi aviatsiyadagi uchuvchi singari. Parvoz chiroyli uchsa, uni hech kim eslamaydi. Qulasa hamma eslaydi. Buffon esa 20 yildan ortiq vaqt davomida futbolni qulatmadi. U Italiya futbolining asosiy uchuvchisi bo'ldi. Chempionlar Ligasi u uchun armon bo'ldi, lekin bu Buffon haqidagi salbiy fakt emas. Bu futbol haqidagi achchiq haqiqat xolos. Futbol adolatli bo'lishga hech qachon va hech kimga va'da bermagan. U faqat imkoniyat beradi. Buffon esa bu imkoniyatni o'z foydasiga hal qilish uchun butun umrini tikdi. O'zini har cho'qqa urib ko'rdi, ammo uning taqdir peshonasida bu sovrin yozilmagandi. Yakunda tushunib yetdi. Lekin takror aytaman, Gianluigi buyuk bo'lishi uchun u hech qanday sovringa muhtoj emas. Aslida Buffon Chempionlar Ligasiga emas, Chempionlar Ligasi Buffonga muhtoj. Yakuniy gapim shu. Tug'ilgan kuning bilan afsona. Günüme kadar, kalp durana kadar, aşk mezara kadar, sakın ha gitme. Son günüme kadar, kalp durana kadar, aşk mezara kadar.